Assalomu alaykum hurmatli Jasuruz kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilar, chorva ishqibozlari. Bugungi manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Yozyovon mol bozori. 15-oktyabr 2005-yil. Hurmatli obunachilar, bir qator bozor narxlarini tanishtirib boramiz. Mehnatlarimiz arisa like bosib so'rab qolamiz. Pul menga bodam. Shu videoni ko'proq cho'lak ko'rish uchun kerak xolos. Va biz endi ko'rayotgan so'rlarimiz ekran ostidagi podpisatsiya yoki o'zbekchasiga obuna degan yozuv bor, o'shani bosib qo'ying. Shunda biz kirib boradigan videolar sizlarga o'z SMS savdo borib turadi, ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Savdoni olaylik-chi qani. Hocaga bunaqa qilmang. Hocaga bunaqa qilmang. O'zingiz 60 tepasini sotaverasiz. To'g'ri, bas qo'ying. Bak tepasi bo'lyapti, hocaga mana gapimizni oldiryapti. Nega qayapsiz? Yo, oringan yo'q. Bu orinmay olyapti mana. Orinmay olyapti. Men roziman. Qo'lingizni baland qilib sotib ol bolam, dunyo paydo qilib deysizmi? Menga sotib yo'q. 60 million qancha bo'ldi? 60 million 500 ming so'm. Yoshi ikkita navot savdo bo'lyapti. Qadrdonlar, ikkitasi 60 million 500 ming so'm. Hozirgi bo'layotgan savdolar. Sheriki. Jupiga bo'lyapti, ha? 60 million 500 ga jupiga. Tayyor. Qara. Yani boqsam bo'laveradimi buni yo? Chaqa yaraveradi keyin. Yaraveradi keyin. Zo'r navoslar ekan. Ozmozi bilan ish bitmasmi ekan? Ozmozi qoldi shekilli. Chapchasi qoldi. Bu qara chuqurdada ozmuncha kichkina ko'rinyapti. Ha. Bu aka angus necha pul bo'ldi? Bermayapsizmi? 39.5 ga. Qo'shganga sotasiz. O'zi qancha deyapsiz? O'zi necha pul deyapsiz? 45 million aytilishi ekan. Mana. Toza berdi angus. 39.5 savdo bilan 45 aytilish ekan. Aka nomer bormi? Nomer bor. Ayting. 93lik. 93lik 699 699 9876. 98 Bu qancha boqildi agar sir bo'lmasa? 11 oy. Salkam 1 yilda. Bo'zaklikdan necha pulga olingan? 15 million. 15 millionga olingan. 11 oy boqildi. Bitta sotildi 40 million 500 ming. Kerak. Yaxshi, boqsa foyda bor-a? Boqsa foyda bor. Mana akalar. 11 oy oldin olingan 15,5 millionga olingan buqa, hozir 15 million. Ha, 15 millionga olingan buqa hozir 39 million so'mga berilmayapti. 39,5. Moldan foyda yo'q deydigan insonlarga-da mana. Foydasi o'zi bilan. Hurmatli bilan angus haqida. Jupiga savdo bo'ldi. 58,5. 58,5 millionga sotildi. Sotildi. Bular zagonda yurgan ekanda. Ammo ikki moz anguslar ham yaxshi holati. Toza qon ekanda. Jo'qlari zo'r. Hurmatli obunachi, mana bu qaranglar. Voy. Kim oldi buni? Firuz aka, sizami yo? Buni 58,5 millionga sotishdi. Mana qarang. Mana qaranglar. Mana bu qolar. Bular ikkalasi endi ko'zi baylangan. Anguslar o't. Kanalar. Ha bu qolar. Ular nimaga ko'zi baylanadi, hurmatli obunachilar? Ko'zi baylangan ikkalasi. O't beramanni gapirdi o'zi. Mana deya. Hojibon savdo. Qirg'iziston faroda bu. 200 million o't beryapsan xolos. Ko'pga yordilar. Qara qarang. Yer buni. Yer bittasini bilir. 23,5 million. Bu nargisi ketyapti ekan. Jobir. Söz Jobir. Gapirish jo'q, nima berib qo'yayotgani yo'q. Katta kichik bilan savdolari bilan. Aka olalar. Nech puldan bo'ldi bular? Jupi.
Ikkalasi 40.200 mingga yo'q ekan. Boqma buqa. Boqmani ovozlar. Bo'ylari 1.30 jon berdi ekan. Bu shvedlar sizlardan emasmi? Qanchadan bo'lganini ham bilmaysizmi? Yaxshi shvedlar ekan, yaxshi shvedlar. Zo'r. Ketdi. Green Force, Mental, Auliko, hammasi bor. Akalar. 23 million so'm. Savdo bo'lyapti. Mana buqa. 23 ga berishmayapti buni ham. Barakasi o'zi bilan. Ketyapti. Bu necha pul bo'ldi? Aka qanchaga kirdi bu? Necha pulga kirdi? 30 ga 19 million. Aka sementdan necha pul bo'ldi? 45. Savdosi qancha bo'ldi? 38 million savdo bo'ldi. 45 bahaslar semental yaxshi. Zotga zo'r. Hozir ishlaydigan buqa bular. Aka nomeri nechi? 91lik. 657 657 2652. 2652. Sherigi nechi pul? Sherigini 26 so'rashyapti. 26 so'rashyapti. Mana qaranglar. Aka nechi pul bo'ldi savdosi? 21 million savdo bo'ldi. Bo'yi. 125 pulga. Ana Mickey Mouse nechi puldan bo'ldi bilmadingizmi? Ikkita bir xil Mickey Mouse chiqqan ekan. Mana qaranglar. Yong'oqlar zo'r o'tdi. Yurganda san. Ha. Ma. Mana jonivor. Turishlarga qaranglar. Bir xil. Buqachalar. Olgan ham sotgan baraka topsin. Shunaqa buqalar chiqadi. Aka ular nechi puldan olindi, bilmaysizmi? 23 Yaxshi buqalar ekan-a? Mana qaranglar. Sifati zo'r ekanda. Ama bo'zaychi ekan mana hali. Bo'zaychi ekan. Bu tarafda sog'lom. Yosh buqalar qatoriga bitta o'tib olib, ozgina obzor qilamiz yosh buqalardan. Ha, ko'rib olsangiz uzun bo'ladi. Hoppa. Bu olinibdi. Oq boshcha. Aka nechi pul savdo ko'rdi? 16. Novosmi? Ketdi. Aka qancha ko'rdi? Bozor nechi pul berdi? Ichaga 18. Ichaga 18. Avvalo. Baraka toping. Ichaga 18 bo'libdi. Buru 15 plus. Nomer ayting. 33lik 087 94 97. Rahmat. Mana bu qar. Bu qancha bo'ldi aka? 15 yarim savdo beryapti ekan. Qaysi kanal aka? Jasuruz. Qaranglar. Qo'shalar yaxshi ekan. Asham ko'chada vaqt ekanda. 15,5 million so'mga berilmayapti ekan. Ketdik. Aka nechi pul ko'rdi buqa? Nechi pul? Ikkitasimi? Sherigi u narigi 29,200 ming so'm. Yaxshi. Zo'r. Oqbosh.
Oqbosh nech pul bo'ldi? 14. Bu qancha? 5 pul qo'yasiz bitta syomkaga molda. Aka nech pul bo'lyapti? 17,5 million so'm savdo bo'lyapti ekan. Mana shu buqa. Ko'chat boqachamiz. Oshno sotildimi? Qanchaga? 12 millionga sotildi. Qancha? Qirson paroda buqachalar. Ojaga qanchadan deyapsiz? Sotilyapti hozir. Nech pul? Videoga olyapman YouTube. Ikkitasi 14 dan bo'lsa 14 dan bo'lsa beraman deyapti ekan. Biri 5 plyus bu qachalar. Vallahi gibrid hammasi bor ekan. Agar nech bilan ketdi bular? Nech puldan sotildi? Ojaga qanchadan sotildi? 28 million 100 oldi aka. 18 qancha? 28 million 300. 28 million 300 ming so'mga jupi sotildi. Chibu qachalar. Zo'r ekan ikkalasi ham. Ko'ch tashqariga chiqqandan keyin endi bilindi bu. Zo'r ekan. Yo, anavi borasida bilinmayapti ekan. Jupi zo'r olibsiz. Foyda qiladi, bor buni boqqan. Mana obunachilar, mana. Katakchi buqalar qatorasida gapdir. Bo'ldi. Haydang endi. Boyaga ismingiz nima? Jasur. İsmingiz nima? Savdo ketyapti. Qancha berasiz hoji bobo? Nech pul? 10 million 100 bo'lyapti ekan. Xonalarim olibdilar o'zigina. Mana akalar bir qator bozorni aqlasizlar aka. Yengil tanishtirdik. Mehnatlari zarisa like deb bosib turasizlar.